oxirgi marta qachon bozorga tushib o'zingizga yoqqan kiyim oldingiz? Bozorga tushganimiz yo'q bu yoqda. Eslolmayman. Men necha yillar bo'lgandir-da. Men kiyib yurgan kiyimim 6 yil, 5 yil bo'lgan kiyimlarni kiyaman. Bir kiyimni asrab kiyaman bilmasam ish qilib nima. Lekin hozirgi chiqqan kiyimlardan olganim yo'q to'g'risi. Kecha nima ovqat edinglar? Kecha piyoz ichdik. Nima edi u? Ana bu sho'rvani go'shti yo'q. Ana kartoshka piyozlik. Go'sht yo'qmidi? Ya biz go'sht olmayman, men go'sht ololmayman o'ylay. Shu kartoshka piyozni ham arang topib, piyoz qilib ichaman. Nima qilsam? Qachon oxirgi marta edinglar? Esla olasizmi go'sht ovqat? Go'shtni yanvar oyida yangi yilga onamni bir xolam bor bu yoqqa. Bir kilo go'sht berib yuborgan ekan. Xolodilnikiga qo'yilgan go'sht keluvdi. Ana shu yeganimizdir deyman-da. Nima ovqatlarni yaxshi ko'rasiz? Har xil ovqatni yaxshi ko'raman bo'lsa. Lekin yo'q, imkonim yo'q. Shu boriga shukr, hali ham shu O'zbekistonimiz tinch bo'lganiga o'zi shukr qilaman men to'g'risida. Shunday bir xil analardan ko'rsatuvlardan bir joyda savol ketdi deydi, bir joy janjal bo'lyapti deydi. Men aytaman, O'zbekistonga yashaganimga shukr qilaman to'g'risi.